Hozir men Li 9 mashinasini ichida o'tiribman. Qarang, qanaqa chiroyli salon, to'g'rimi? Niyat qilgan bo'lsangiz, bitta videoga shu joyda like bosib qo'ying. Ota-onamni mana shunaqa chiroyli mashinalarda, farzandlarimni, ahli ayolimni o'tkazib, O'zbekistonda sayohat qildirtiraman, yaxshi kafelarga, tog'larga, chiroyli joylarga olib boraman deb niyat qilib qo'ygan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Sizga ham nasib qilsin. Xo'p, endi qiziqarli ma'lumotni aytib o'tib ketishim kerak. Nima deydigan bo'lsangiz, Samarqand shahri Cho'ponotida joylashgan Li Auto rasmiy dilerlik markazidan siz Lisang avtomobillarini barcha modellarini komplektatsiyasidan, rangidan qat'iy nazar tayyor holatda sotib olishingiz mumkin. Li 9 Ultra deysizmi, 6 deysizmi, Li 9 ni o'zi deysizmi, Pro Max versiyasi farqi yo'q. Hammasida nalichida bor, salonining rangi, o'zini tashqi rangidan qat'iy nazar kelib, rasmiy dilerlik markazidan xarid qilasiz. Bu avtomobillarni siz xarid qilgan paytingizda rasmiy kafolat beriladi. Servis xizmatlari mavjud, o'zini master akkauntlari sizga tayyorlab, rusifikatsiya xizmatlari ham ko'rsatib beriladi. Agarda siz norasmiy dilerlik markazlaridan oladigan bo'lsangiz, sizning avtomobil bilan bog'liq ko'plab tashvishli holatlar kutib turibdi. Agarda bu avtomobilni siz o'z mutaxassisiga etib ko'rsatmaydigan bo'lsangiz, avtomobilingiz shunchaki tovuq kattaka aylanib qolishi ham hech gap emas. Endi hozir avtosalonning xodimi sizlarga avtomobillarning har birini modeli bo'yicha boshlang'ich oylik to'lovlarini ma'lumotini berib o'tadi va avtosalonning manzilini sizlarga bitta tushuntirib o'tib ketaman. Qarang. Mana bu yer most, bu tomon Samarqand Buxoro yo'li, bu tomon Toshkentga ketish yo'li. Mana ketayotganlar chap qo'lda joylashgan. Toshkentdan Samarqand Buxoro Navoiyga ketadiganlarning tomonida o'ng qo'lda joylashgan. Li Auto Samarqand Adam Aster avtosalonlar tarmog'i hisoblanadi. O'zbekistonda 10 dan ortiq brend hamda 30 dan ortiq rasmiy dilerlik markazlariga ega bo'lgan avtosalonlar tarmog'i va shaxsan men o'zim ham ushbu avtosalonlar tarmog'ining ambassadori hisoblanaman. Qani bo'lmasa avtosalonga ketdik va sizlar bilan to'lov grafiklar bo'yicha ma'lumotga ega bo'lamiz. Ishoning, mashinaning yumshoqligigacha gap so'z bo'lishi mumkin emasdi. Haqiqatdan ham ta'riflashga til ojiz. Realni aytaman. Bekorga boy akalarimiz bunaqa qimmat o'zini Mercedes-Benz, BMW yoki bo'lmasa Toyota'larni sotib Li 9 ga o'tib ketmaganda, ham arzonchi mashin, qaysi ma'noda rasxod kam, ham komfort endi texnologiyadan umuman kamchilik yo'qda. Shu iPhone'da ham buncha funksiya yo'q, ishonavering. Shu darajada funksional mashin, shu darajada yumshoq podveskalari haydagan paytingiz maza qilib yorasiz. Mana shu Aster Auto City Samarqand hisoblanadi. Hozir politsiyskiy lejashlardan ham shunaqa yumshoq o'tib beryapti. Shunaqa chiroyli o'tib beryapti. Haqiqatan haydagan paytingizda maza qilib yorasiz. Realni. Dahshat. Prosta tak mana hozir orqa kameralarni qarang, qanaqa darajada chiroyli va rakurs katta. To'liq ko'rsatyapti, to'liq. Maza qilasiz. Ishoning, men hozir qayerga qo'yishni ham bilmay qoldim mashinani. Mana shu yerga qo'yishga to'g'ri keladi. Spark kichkinagina mashincha ko'rsatyapti. Nima qilyapti? Lekin mashinaga haqiqatan gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana qutchasi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Niyat qilgan hammaga nasib qilsin deyman. Boshqa hech narsa deya olmayman. O'zingizlar bilasizlar bu mashinalarni qanaqa darajada komfort, qanaqa darajada qulayligini. Xo'p, hozirgi paytda Li Auto Samarqand avtosalonidan Li avtomobillarini qanday shartlar asosida xarid qilish mumkin? Перечисление asosida xarid qilishingiz mumkin, naqd, keyin leasing va yana avtokredit. Xo'p, naqd pul bo'ladigan bo'lsa, qanday chegirmalar bor? Hozir zo'r chegirma ketyapti. Bugungi vaqtda mayning oxirigacha, imенно may oyining oxirigacha bo'lyapti bu chegirma. Li 9 masalan xarid qilsangiz agar 70 milliongacha chegirmamiz bor. Li 7 ni xarid qilsangiz agar 63 milliongacha chegirma, Li 6 ni xarid qilsangiz agar 58 milliongacha chegirmalarimiz mavjud. Avtokredit shartlari qanaqa? Avtokredit shartlari har xil bo'ladi. Masalan, 1 yildan boshlab 5 yilgacha avtokreditga xarid qilishingiz mumkin. Boshlang'ich to'lov 30% dan boshlanadi. Yilning foizning stavkasi 2% dan boshlab boshlanadi. Uzoq muddati 5 yilgacha. 5 yilgacha. Ish haqqi talab etiladimi, yo'qmi? Yo'q, в целом hozircha kerak emas. Ish haqqi talab etilmaydi. Rasmiy joy bo'lishi shart emas, ish haqqisi. Yo'q, shart emas. Leasing shartlari qanaqa?
Lizing shartlari u yerda ham 1 yildan boshlab 5 yilgacha, lekin agar boshlang'ich to'lov 15% bo'lsa, o'sha yerda siz 3 yilgacha, 3 yil muddatga xarid qilishingiz mumkin. Demak, boshlang'ich to'lov kamroq bo'ladigan bo'lsa, muddat qisqaroq bo'ladi. Da, shunaqa. Boshlang'ich to'lov qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, muddat uzoqroq bo'ladi. Da, shunaqa. Xo'p, avtomobillarning o'zi narxlari qanchadan? Li 6 masalan. Li 6 chegirmasiz narxi hozircha 628 million 900, lekin chegirma bilan, chegirma narxi bilan hozir men даже kompyuterga qarab aytaman sizga. 590 million 900 ga beramiz. Olish mumkin. Aha, 7. 7si chegirmasiz narxi 786 million 900, lekin hozir chegirma bilan 719 millionga 900 ga xarid qilishingiz mumkin. Yaxshi. 9. 920 million 900, chegirma bilan 858 million 900 ga xarid qilishingiz mumkin. Получается 70 million chegirma 900 ga. Avtosalon tomonidan mijoz mashina xarid qilganda qanday qulayliklar bor? Bonuslar yoki o'sha avtomobilga qo'shimcha ko'rsatiladigan xizmatlar nuqtai nazaridan. Ну, birinchi bu bepul master account qilib beramiz albatta. Keyin rusifikatsiya, garantiya bo'ladi обязательно. Garantiya 3 yil yoki 100 ming kilometr mashina o'ziga. Undan tashqari 8 ming yoki 150 ming kilometr akkumulyatorımizga garantiyamiz bor. Undan tashqari hozir bizlarda bor karta spesialniy tok bor zapravkalar uchun 3 oyga 40% chegirma bilan. Juda ham yaxshi. Avtosalonni manzilini, telefon raqamlarini pastda qoldiraman. Li olmoqchi bo'lgan akalar ikkilanmasdan Samarqand shahri Cho'ponotida joylashgan Astar Auto City Samarqanddagi Li Auto Samarqand Adamaster rasmiy dilerlik markaziga kelaverasizlar. Videoga yoqqan bo'lsa, like bosib, sahifamga obuna bo'linglar.